Keyingi tanishadigan bo'limimiz bu xodimlar bandligi bo'limi. Buning uchun boshqaruv bo'limidan xodimlar bandligini tanlaymiz va bu yerda sizda mavjud barcha xodimlar, ya'ni o'qituvchilar ma'lumotlari chiqadi va ularni band soatlari, ya'ni umumiy hisobda masalan Ravshan Rahimov degan o'qituvchimiz 1 soatginasi band ekan va hozircha 5 soati bo'sh holatda ekan. Xuddi shu tartibda o'qituvchilarni dars soatlari qanchasi band qilingan, qanchasi bo'sh holatda turganligini ko'rib tursak bo'ladi. Holatni ko'rish orqali esa shu o'qituvchi qaysi kuni, qaysi soatda, qaysi sinfga dars qo'yilganigacha bilib olsak bo'ladi. Misol tariqasida Ravshan Rahimov o'qituvchimiz faqatgina 1 soat bandlik uchun ustiga bossak, mana dushanba kuni 2-soat 0-A sinfga dars qo'yilgan ekan. Shu sababli band soatlari bir ko'rinib turibdi. Masalan, Abdulloh Qodirov yoki Habib Abdurahmonovni ko'ra qolaylik. 2 soati band ekan. Ko'rish ustiga bosadigan bo'lsak, mana dushanba kuni 1-B sinfga 4-soatga band ekan, seshanba kuni esa 4-D sinfga 4-soatda band ekan. Aynan mana shu holatda o'qituvchilarimizni bandligini ko'rib, nazorat qilib tursak bo'ladi.